Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ikkita Nexia birlarimiz keldi hozir. Ikkalasi ham bez nomer. Holatlari yaxshi. Tapeda ham shuklari zo'r turibdi. Motor holatlari o'rtacha holatda. Yurib, hazib olib keldik. Dokument yo'qlaydi. Ustalik metallari bilan. Bu holat yaxshi. Bunisi. Men hozir keldim mana. Holatlari o'rtacha holatda. Bu ustalik metan gaz ballonlari bilan turibdi. Kimga qanday zapchastlari kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa bugun so'yiladi bular.